Mana endi mana gaykalar, temirlar chiqarib ko'rsatamiz. Temirlar solib ko'rsatamiz. Temirlar solib. Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, janob Baytu kanal qatovchilari. Bugun 14-yanvar tuğanlar 2025-yil biz Jalolobod oblastidamiz. Jalolobod oblastida Suzaq rayonidamiz. Suzaq rayonida profil zavodida yaxshi bilasizlar, bu yoqda profil zavod desa yaxshi biladi ekan. Anamda kanalni bo'ylab kelganda Jaloloboddan arkasidan kirib, andan keyin bu yerga ikkinchi svetofordan solga qayrilib, mana shu ko'cha bilan kelgandalik kanal bo'ylab. Mana shu o'ng taraf, sol tarafda zavodlar bor. Mana shu yerda hozirgi mestada buyursa O'zbekistonda nomer 1 bo'lgan, belgili bo'lgan Tornado degan draybilkalar buyursa filiali Qirg'izistonga ochilibdir, Jalolobodga. Buyursa mana shu yerdan draybilkaning mixtilarin, yaxshilarini ko'rsatamiz. Videoni ag'nachayin bilan cho'g' olib, nazar solib turingizlar. Har bir ko'p chatgan og'alar, bir tuğanlar qo'lda retinde birden like'dan basıp turingizlar. Buyursa O'zbekistonda populyar bo'layotgan, nomer 1 bo'layotgan Tornado draybilkalari buyursa Qirg'izistonda hozir mana shu bir tuğanımızdan qator ma'lumotni olamiz. Har bir ko'p chatgan og'alar, bir tuğanlar so'zsiz birden like'dan basıp turingizlar. 1000 like'dan oshiraylik. Buyursa bugun büyük dehqonlarga yaxshi жаңылык bilan chiqamiz. Ko'ratasizlar, draybilkalarni tezib qo'ygan sizlar uchun tayyor buyursa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lasiz, maşallah. Draybilkalar Qirg'izistonga ochildi buyursa. Xudo xolasa Tornado brendi endi Qirg'izistonga. Maşallah. Mana draybilkalar bo'yicha hozir ham bir qator ko'rsataylik. Negizidan draybilkaning hozirgi uchurda men ko'rgan shu bo'yicha 2 turi bor ekan, ha? Hozir 3 turi bor. 3 turi bor bu 3 yerda. turi bor. Hozir endi 3 turini olib kirdik. Endi ish boshlaganimizga hali bu yerda 1 oy, 1,5 oy bo'ldi endi. Sekin-sekin yana nimalarni ko'paytirib boshlayveramiz. Maşallah. Hozir ham chekadagini birinchidan draybilkalar ko'rsataylik. Bu shunday yotib qolish deydi-ku. Aha, bunimiz pushkali variant deyiladi. Biz o'zimiz pushkali variant deb qo'yamiz buni. Bu mana shu tikka holatda ishlaydi. Ham mana bu gorizontal yotgan holatda ham ishlaydi. Tikka turgan holatda yem maydalaydi. Mana shu yerga solib, bug'doymi, makkami, mardaymi, hammasi mana shu yerga solib chiqaraveradi. Mana zaslonkalari bor o'zi. Endi buni shu gorizontal holatda mana shu yerdan gorizontal holatda cho'p maydalaydi. Cho'pku? Gorizontal holatda cho'p maydalayveradi. Mana shu yer chiqadi o'zi. Chop turib, bunday qilib cho'pni solganga bundan уже chiqib ketaveradi. Albatta video davomida bitta yurgizib, chiqarib ko'rsatib beramiz. Joni, ko'ratasizlar, maşallah. Anan negizidan 1 oydan oshibdir-da, o'zganda. 1 oy, 1,5 oydan oshdi. Endi to'rtburchakli variantimiz mana biz hampa deyiladi bizda bu. Hampalik variantimiz. To'rtburchakdan xuddi mana shunday plus bo'ladi. Cho'pga, jemga negizidan universal bo'ladi bular, ha? Universal, hammasi universal, makka, bug'doy, cho'p, hamma narsa chiqaraveradi. Universal, liboy narsa chiqaradi. G'o'zapoya ham chiqaraveradi. Masalan, salsa maydalab tashlaydi. Salsa hamma narsa maydalaveradi. Endi bu yerda g'o'zapoyani menimcha molga berishmasa kerak. Bizda Buxoro, Navoiy tomonlarda g'o'zapoyani ham maydalab molga berishadi. Molga berishadi. Mayda qilib berishadi. U zo'r yem bo'ladi. O'zi yaxshi yem bo'ladi deydi. Mana buni bugachaynili YouTube'dan dele O'zbekistondan blogerlarda tartib yurgan ko'rsingizlar kerak. Tornado brend bu O'zbekistonda nomer 1. Anan temirlar qanday ishlaydi? Temirlar bunday razmerlari, qalinligi juda ham mustahkam qilib ishlaganmiz. Bu yerda asosiy yangi materiallardan bo'layapti. Buni eng asosiy fishkasini aytib o'tib ketishim kerak hozir. Eng asosiy fishkasi hozir buni mana shu nimasida bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman. Nasıl chiqarib turib chiqarib turib, asosiy mana shu pichoqlari, keyin mana shu mahaviyda biz qo'yganmiz. Bu kilosi 10 kilo bo'ladi, 10 kilo. Bundan qo'yishdan maqsadimiz motorning quvvatini oshirib beradi bu. Motor masalan mana 10 kilo bo'lsa, motorning quvvatiga 40% qo'shiladi yana. Qo'shiladi. Yana qo'shiladi. Motor quvvatini teng baravarga pastga oshirib beradi. Shu tomondan juda ham qulay, tiqilib qolmaydi, kuyib qolmaydi motor. Shunaqa endi. Pichoqlarimiz 22 ta pichoqli bo'ladi. Mana o'zi ko'rib turgan kalyonni bo'ladi mana. Kalyonni pichoqlar bo'ladi, qalin pichoqdan bo'ladi bular. Hozir video davomida bitta temirni ham chiqarib ko'rsatib beraman. Temirni topib desangiz-a? Bundan chiqarish maqsad pichoqlarning quvvatini, motorning quvvatini tekshirib bergani. Tekshirib bergani.
Maşallah. Negizi büyüt mындай бышыктыгы, бекемдиги, анан эми кокус деми буга чейин да может болгондордо болгон бычак учуп кетип, мындан тешип кетти деген окуялар да болуп калат да. Андай болбойбу да? Yo'q. Xuddi o'shani ko'rsatib berish uchun temir, gayka, boltlarni mana shunga o'xshagan narsani chiqarib ko'rsatib beraman. Shu yerga solib tashlaysiz. Ha, xuddi shunday. Maşallah. Ana bak chekesine temir, mına rezinkası çıkar da. Mına. Çıkar koyun da. Ana. Temirden kalınlığını görüp taslar mına. Kalınlığı kalın temirden bulup eken. En bakı koopsuzlukta qaraş gerek da tuğanlar. Uçup ketpеш üçün, mınдай teşip çıkıp ketpеш üçün. Biroq emesi kalınlığı aslında kalın turbaları koyulup deme, temir koyuluptur profildençe. Maşallah. Bu uzundur ekan da. Bu 4 burchak variant deb qo'yamiz buni. Bu O'zbekistonda ham endi yangi chiqardik buni. Bu ham juda ham qulay qilib ishlaganmiz. Bunda ham bitta chiqarib ko'rsatib beramiz. Hali aytadiki, kimgadir gul yoqadi, kimgadir atirga o'shandan birida. Xolasa bundan olsin, xolasa bundan olsin, xolasa undan olsin, narxi o'zgarmaydi. Narxi bir xilda bo'ladi. Bahası bir xil bo'ladi. Narxi bir xil, bahasi bir xil. Hozir emi mınдай ish yuzunda da ko'rsatoli. Budaydı, jugörünü mekanı, anan keyin çöptü tartıp ko'rsatoli. İş üstünde görelim. Qanday bolat, qanday tartat da. Albatta. Bismillah deb buyursa ishni ko'rsatoli. Sizlar Dralbikani жүргүзүп ko'rsatgula, anan жүргүзүp turup anan da to'liq ma'lumotni beraylik. Endi hozir cho'p chiqarib ko'rsatib beraman. Maşallah. Karnıda bilet doğru. Samanni ochinglar. Maşallah aranızlar. Bütün bu mayda karılar. Çarılatlar aranızlar. Demi mal, mala, firma, tezlerler, ağalarımız, mühendisler, sorumlular, saman, çöp, işte ayırmak çok. Benim kayan salonum bismillah buyurun mesela. Buyurun mesela. Bunday malga bergende at kot kalbayt eken da. Umuman at-qo't chiqarmaydi. Mayda qilib, maydalab. Mayda qilib chiqarib berdi. Qo'yga ham bo'laveradi. Qo'y malga negisi mayda. Agarda bizga yana ham bir maydaroq chiqarsin desa, unga ham bitta setka qo'shib beramiz. Bundan ham mayin qilib chiqaraveradi, xudo xohlasa. Setkasini qo'shsa daha mayda chiqadi. Bundan ham mayin qo'yaveradi, qipiq ham qo'yaveradi. Mayda qilib da chiqaraveradi. Keyingi Dralbikada azmlar ko'rasizlar, ko'rganingizlardek jugori. Buyursa mushul yerdan solaveradi. Mana shu yerdan solaveradi. Mana shu yerda o'zi bunkeriga mana shu narsalar qo'yilgan bo'ladi. Shu bashdan solaveradi. Nima deydi? Yerdan bitta olib, enga solib turish shart emas. Shart emas. Mana shu turadi. Mana shu solaveradi. Solib, bexijolat chiqaraveradi. Bundan ko'rsatadi. Yurgizor ham bo'ldi. Bismillah. Nereden kitapçının verken? Burada uzanma. Hemen mesela var sal koyduk. Bana da yedim. Bayağı sonra oynadım. Böyle koyduk. Adam yerine bir tane daha önümüzde baştayma kendi dağı. Bayağı kıdığı da tapatmaz.
Kuru daga tapkандай эле мындай майда караңыздар. Машалла. Мыкты туугандар. Көрүп атасыздар, үйдө эле отуруп, кыдууга барып болбойсуздар. Жемди, чөптү ушул дробилканын жардамында эле. Азыр эми бул башта меканы көрүп атасыздар. Талкан кылып чыгарып койдук. Эми кийинки мына ушул будайды дагы көрөлү. Будай мына ушул менен эле ашып жаап. Mana shu yerdan legirovka qilaveradi mana. Машалла. Ochib, aqa-baqa chiqaraveradi. Chiqaraveradi. Mana bunimiz vozdux vazifasini bajaradi. Ham marday sotsa bo'ladi, ham o'ziga yarasha vozdux vazifasini ham bajaradi. Vozdux havo tortadi tepadan. Hozir ham budayni bir ko'rsataylik. Ha, bug'doyni ozgina chiqarib ko'rsatib beraman. Hozir setkalarini tayyor qilib qo'yib qo'yganman. O'zi hammasi bitta drobilka vaqtdan yutish hisobiga setkalarni tayyor qilib qo'yib qo'yganman. Setkasini bo'lganda tayyor qilib qo'yilgan. Endi hozir bitta yurgizib bug'doy chiqarib beraman. Bismillah. Ve budayni chiqara boshladi. Ko'ribsizlar? Endi bunday nasıl yerden üstünde sotib oladi, odamlar reglevka qilib, ochiq chopib. Mana shu yerda mana bemalol ochib olib legirovka qilsa bo'laveradi. Ana bu yoqdan o'sha sut maydalab, mana shunday qilib yerni chiqaradi ekan. Bo'ldi. Endi Yana ozgina chiqarsin, ozgina chiqarsin. Hozir vaqtida ko'rib o'tiribsan. Budayni, arpani, ana yugorini hech qanday tanlamay, mana shunday qilib mıktı qilib chiqargan tornado chiqadi. Drobilka. Endi o'zingizlar dag'i ko'rib, zakaz qilsangizlar bo'ladi. Ekranga nomerlarni qoldirib qo'yamiz. WhatsAppdan dag'i, Skype'dan dag'i baylansanızlar bo'ladi to'g'anlarga. Maşallah. Drobilka so'rtan arazlar. Negizi endi buday o'zimday qara ko'chasi ko'p ekanda, qarasizchi. Ana bo'lmasa mına. Mana qaranglar mana. Bunda aytganda gebege olib atganda mallar jırgaydı ekan, bunu jegen mallarchi. Budayni o'ta mayda qilib atgan bular. Ana endi bas setkasi qo'sha ketadi da. Setkalarini demoqchimisiz? Setkalari mana shunday setkalar bo'ladi. Mana bitta drobilkani komplektida 3 xil o'zdan chiqqan bilan 4 xil setkasi bo'ladi. Mana 4 xil. Mana bunimiz bug'doyga, maydaroq. Bunimiz makka mardayga, bunimiz cho'pga. Cho'pga. Qo'yib olib qilib chiqarib beradi. Buni bu setkani olib qo'ysa, mol bob qilib chiqarib beradi. Sal yirikroq qilib chiqaradi. Negizi shu qo'yga malga siz 4 setka qo'shib ketgan. 4 setka qo'shganmiz. Baholasiz. Maşallah. Setkalari qo'shib ketgan. Andan endi bunday surada ko'p bo'ladi-da. Baqi svet az yerde ishtebey qolib, motor aylantira olmay qolib, o'qiyalarda bo'lganda, o'shoga bu emesi qanday bo'ladi? Svet ham qo'qis gerida az bo'lib qoladi-ku. Endi svet az ko'p ekan bilmaganlar bor-da. O'shoga bu qanday biladi endi? Shu moment ishlatib bu drobilkamiz 175 tokdan boshlab ishlayveradi. Eng pasti bunga 175 tok bo'lishi kerak. Undan pastiga ishlamaydi. 175 dan oldingiz tok. Endi uni sabab biz qatdan bilamiz tokimiz 175 mi, 220 mi degan odamlarga mana bunday mana voltmetr qo'yib ketganmiz. Mana shu yerdan qo'yib, o'sha tok balandlagan paytda bemalol ishlatsa bo'laveradi. O'zlaring bilasizlar, abet mahalda tok balandlaydi. Xuddi o'sha mahallarda bemalol mana tokni ko'rsatib turibdi. Bizda tokimiz 231 tok ekan. 231 ko'rsatyapti hozir. 231 tok ko'rsatyapti. Buni aytgandaymi 200 bar ekan, 175 bar ekan ko'rib turib, o'sha ishlataveradi-da. Ishlataveradi bemalol. Agar 175 dan ildiy bo'lsa, men пока svetga uchun qo'yib turadi, ishlатпай turadi. O'ta so'nin. Endi gevirchuda va to'q o'lchaganda ele bilmay qolamiz-da. Ayol yerinde ana nima mana to'qni dag'i ko'rsatib turadi ekan. Bunday ko'rib o'tasizlar. 231 volt bo'lib turadi hozir. Negizi shunday malda ishlataversangizlar, liboy cho'pni, makani talqalaydi. Endi bularimizni ko'rsatdik. Endi biz qiziqib turgan odamlarga buni ham bitta yurgizib ko'rsatib beraman. Bunda faqat cho'p chiqaramiz. Bular cho'p qo'ya, somon qilib chiqarib ko'rsatib beraman. Bu baqi uzundan, uzundan. Bu 4 burchaklik varianti. 4 burchakli variant deydi. Buni da hozir cho'p, paya büt salib ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana hozir ham yurgizing bismillah deb aytchi. Hozir. Ko'rib turibsiz. Olib kelib olaylik. Endi tornado deb shunda men de o'zi YouTube'dan bir-iki ko'rgan. O'zbekistondagi bloger bir tanish og'alar Sanjarovuz dag'i borlar, Sanjarovuz bilan da сөйлөшүп qolamiz. Ошолда bir-iki reklam algan ko'rganlar. Tornadonuncha. Эми o'zlar ko'rasizlar. Ko'rganlar dag'i bilet. Qirg'izistonda, mana Jalovatda buyursa filial ochilib,
Drabilkalarni chiqarib atadi. Kelib ko'rsangiz dag'i bo'ladi. Yurgizavering. Ko'rsatdimchi? Bismillah. Somondan ham olib keling. Drabilkani cho'matasizlar. Liboy. Ayırması yok. Çekeden maydan koydu. Paya verin. Bayağı. Maşallah dedik onlar da. Öte umutlu. Tornado bilen. Oldu. Ha. Burada ne demi bağ bize paya vergende bilesizler. Tam payla veriyoruz bak. Hazır yanına uçup geldi üstüne. Nağları kalpat, çığlıkları çöp. Nağ şu an cumşaklarını cep durup, çığlıkları kalpatlı. Hazır hem buna buğday, çöp, söp, büt, aralaş bulup. Şunu tap versenizler dağı mallar, büt, vitaminler de jeyt, jirgayda ekan da. Benim tuğanım dastavka oyuncu aytalı. Dastavka qanday bo'ladi? Dastavkasi bepul bo'ladi. Bekar. Qirg'iziston Respublikasi bo'ylab umuman bepul bo'ladi. Faqat rayon markazlariga yetkazib olib beramiz. Xo'p, narxi 22 ming so'm bo'ladi. Alyuminiylik narxi 22 ming so'm bo'ladi. Misligimizniki 25 ming so'm. Dastavkalari mutlaqo bepul bo'ladi. Endi hozirda bir tuanlar gelirinizler tushunmay qolishingiz mumkin. Mana shu alyuminiyda 22 ming so'm, alyuminiydagi. Qalagan nimesini tanlab olsangiz, qalasanızlar buni, qalasanızlar mana uzundan, qalasanızlar mana o'sha to'g'liqdan dag'i tanlab olsanızlar bo'ladi ekan. Anan bahsi alyuminiydagi 22 ming so'm. Motorundan zavisi etdi. Jeziniki 25 ming so'm. Dastavka bekar. Dastavkalar bepul bo'ladi. Rayonlarga bitta. Rayon markazlariga yetkazib olib beramiz. Rayonlarga yetkazib beramiz. Dastavka bekar deydi. Xo'p, mana endi mana gaykalar, temirlar chiqarib ko'rsatamiz. Temirlar solib ko'rsatamiz. Temirlar solib. Mana endi pichoqlarini bitta ochib ko'rsatamiz. Pichoqlarni ochib ko'rsatamiz. Mana pichoqlari hozir temir chiqardik. Mana pichoqlariga hech narsa qilgani yo'q. Mana. Pichoqlari juda. Pichoqlari mana hech narsa qilib sinib, netib, mana bu yerlarda mana teshib, netib chiqib ketgani yo'q. Xudo xolasa o'zini holatida turibdi. Unaqa mana temir chiqarsak ham hech narsa qilgani yo'q. Bu o'zi asli temir chiqarmaydi. Mabodo mana somon cho'plarning ichidan temir, tosh, shunaqa narsalar chiqib qolsa, ichiga tushib ketib qolsa, inson bilmagan holatda shundan hech narsa qilmaydi degan maqsadda chiqarib ko'rsatib berdik. Hozir ham narxi mana to'g'liqdan ko'rsataylik. Hozir buni dag'i tekshirib bunday ko'rsataylik. Bu qalasanızlar jatig'idan, qalasanızlar tikasidan, biroq jem tartayotganda jatig'ini tikasidan, undan keyin cho'p, bunday paya tartgan malda mana shunday jatqirib turib tartib bersanizlar bo'ladi. Hozir mana cho'pni, samanni, anan payani dag'i tayyorlab qo'ydik. Hozir bismillah deb bularni dag'i chetidan ko'rsatib solib ko'rsatamiz. Bu to'g'ri qanday ishlaydi degan bir to'g'rilargacha chetidan ko'rsatamiz. Şimdi de öyle aldı. Hazır hem bismillah deb yurgizib ko'rsatamiz. Bismillah. Mana уже ishlab boshladi. Ko'rasizlar.
да ыңгайлуу экен да. Көп салгангачы. Саман салуда бас саман салганда дагы аброс күчү бар. Қаласаңдар, сапаңдар мұшындайдан май жағылып, күкіл қылып, енді мал қойғы жырға алды. Көріп тұрсыздар. Мал қойғы өте жақсы. Паяны деле мал жей тұрған қылып, мынанда майдалып өткен да. Өте мықты. Сонын. Бұл деле өте сонын майдалайды екен, а? Майдалашы сонын. Бұйырса бағаларын айттық. Доставка Қырғызстан бойынша райондарға бүт жеткіріп береміз дейді. Көріп байланышсыздар, жақсы, өте сонын. Ішіңерге игілік. Дайым шындай жақсы күндерді елдің қызматында ош қалата насып болған болсын. Рахмат. Дайым шындай жақсы нәрселерді шығарып, брендтерді танып жүреш қалаталар насып болған болсын. Ішіңерге игілік. Шындай туғандар, каналға қатталып, лайктан басып қойыңыздар. Тыныштықта, амандықта болуыңыздар.